Assalamu alaykum muhtaram qeyrindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü tor televiziyasining haftalik xabarlar sayfisi. Bu programmamizda o'tgan haftada berilgan muhim xabarlarimizni bir qator eslatib o'taman. Men Aqida. Radio anglag'uvchilarimizning birining inkos qilishicha, Qashqar viloyatining Yengishar noyisidan bir qancha saqchi va arziyat xodimlari Bejingga yetib kelib, Arzdor Tursun G'o'purni tutib olib ketish uchun harakat qilmoqda. Arzdor Tursun G'o'pur 10 necha kundan beri mo'kinib yurmoqda. 1993-yili Tursun G'o'purning bir inisi Qashqardagi harbiy qismlarning mas'uliyatsizligi sababidan kelib chiqqan bir portlash vaqasida o'lib ketgan. O'zi va yana bir inisi bu portlashda og'ir yaralanib, miyib bo'lgan. Tursun G'o'purning aytishicha, portlashdan keyin Xitoy hukumatı uni doktorxonaga ilib borgan va keyin bir saq ko'zning ilib etilganini bayqagan. U ko'zning ilib etilishini inisining o'lim vaqasining oshkorlanishining oldini olish, da'voning oldini to'sish deb tushunib kelgan. Taki hozirga qadar mayli hukumat, mayli harbiy doiralar bo'lsin, Tursun G'o'pur oilasiga hech qanday to'lam bermagan. Tursun G'o'pur 10 necha yildan buyon, ya'ni 17 yoshidan boshlab mana bu arz bilan mashg'ul bo'lmoqda. Amerika Uyg'ur birlashmasi va Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq fondining birlikda uyushtirishi bilan Fairfax shahrida o'tkazilgan iftor yig'ilishiga Virginia, Maryland shtatlarida va Washingtonda yashayotgan Uyg'urlardan 200 ga yaqin kishi qatnashdi. İftarda Dünya Uyghur Qurultayının muavin reisi Ömer Qanat, Uyghur Milli Hareketi rəhbəri Rabia Qadir xanımның cemaatga yo'llagan ramzonlik salimini, shuningdek Rabia Qadir xanımның Colorado shtatida o'tkazilgan film festivaliga qatnashayotganligi sababli iftar yig'ilishiga kelinmaganligini bildirdi. Her yili degidek ilib berildigan va odatga aylanib qolgan iftar faoliyati bu qitim alayda ahamiyatlik o'tkazilgan bo'lib, iftarga qatnashgan yoshlar vatanda davolanishda qiynalayotgan bir Uyg'ur yoshga iqtisodiy yordam berish uchun iyani to'plashga safarbar qilindi. Xitoyning Turkiyadagi elchisi Gong Shaoxing 8-oyning 24-kuni Qaysariga yana bir qitim berib, Qaysari shahar boshlig'i Mehmet O'zxasaki bilan ko'rishdi. 2009-yili Türkiye Baş Ministeri Recep Tayyip Erdoğan Qaysari Turkiston mahallesida o'ltirishliq bir Uyg'urning uyiga kirib hal so'rgan. Onundan uzun o'tmay Xitoy elchisi Gong Shaoxing Qaysariga kelib Qaysari valisi bilan uchrashgan edi. Eng qiziqarli bo'lgani shuki, Qaysari shahar boshlig'i Mehmet O'zxasaki apandi bu yil 8-oyning 19-kuni Qaysarida faoliyat ilib berayotgan Sharqi Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining iftar ziyofatiga qatnashib, Uyg'urlar haqida so'z qilgan edi. Buningdan 4 kun keyin Gong Shaoxing Qaysariga Qaysari shahar boshlig'i Mehmet O'zxasaki bilan ko'rishga kelgan. Xitoy elchisi Gong Shaoxingning Qaysari ziyoratidan 4 kun keyin 28-avgust kuni tushdan keyin Turkiya prezidenti Abdullah Gül Qaysari shahridagi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan Turkiston mahallasiga kelib, Amrullah Afandigil apandining oilasini ziyorat qilgan. Abdullah Gülni yuzlagan Uyg'urlar kutib olgan. U Uyg'urlar bilan 20 minut mungdashgan. Suhbat jarayonida Dünya Uyg'ur Qurultayı muavin boshlig'i Seyit Tumturk apandi, Turkiya prezidenti Abdullah Gülga Dünya Uyg'ur Qurultayı raisi Rabia Qadir xonimning hayoti bayon qilingan kitobni sovg'a qildi. Doktor Erkin Sidiq apandi boshchiligidagi Uyg'ur akademiyasi hay'ati Türkiye Baş Ministerlik İdaresi tarmog'idagi Turkiy millatlar hamkorlik idorasi ma'rif madaniyat va ijtimoiy hamkorlik boshqarma boshlig'i doktor Mehmet Yilmaz apandi bilan ko'rishdi va ularga ba'zi talablarni o'tirib qo'ydi. Uyg'ur akademiyasi hay'atining a'zolari yana Turkiya ilmiy va texnologiya tadqiqot idorasi xalqaro hamkorlik boshqarma mas'uli professor doktor Nilay Basharan xonim boshchiligidagi hay'at bilan uchrashib, Uyg'ur akademiyasi bilan qanday hamkorlashish haqida muzokara olib bordi. 9-oyning 1-kuni doktor Erkin Sidiq apandi Turkiyaning tanilgan universitetlaridan biri bo'lgan Bo'g'azchi universitetida leksiya so'zildi. Bu ilmiy doklad yig'iniga o'qituvchi, magistr va doktor o'quvchilar qatnashdi. Erkin Sidiq apandi ularga o'zining ilib berayotgan tadqiqotlari va buningdan keyingi planlari haqida ma'lumot berdi. Arzdor Abdurahim Mullak aka oldin qapti Bejingdan tutib ketilgandan keyin u dastlabda 10 so'naylik saqchi idorasining so'roqxonasiga 4 kun qamab qo'yilgan va qattiq so'roq qilingan.
So'roq jarayonida uning Beyjingga berish jarayoni chet el muxbirining ziyoratini qabul qilish ahvoli aniqlangan. Ham u chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilari bilan ko'rishding deb tanqidlanib, tahdidga uchirgan. Ardın 4 kun o'tganda saqchilarning muomalasida ushtumtut o'zgarish paydo bo'lib, Abdurim Mollak aka qo'yib etilgan. Abdurim aka dastlabki yoshlar maydonining rahbarligiga topshirilgan. U maydonga kelganda o'ziga haqsizlik qilgan, maydon boshlig'ining vazifasidan ilib tashlanganlik xabarini anglagan. Yangi tayinlangan maydon boshlig'i uni illiq muomala bilan kutib olgan va arzini bir oy ichida bartaraf qilib bo'lganligi haqida va'da bergan. Abdurim aka navbatda bir oygacha maydon boshlig'ining va'dasining ijrosini kutmoqchi. Agar yana hal qilinmagan ahvolda arzi uchun 12 qitimliq Beyjing safarini boshlamoqchi. 2010 Dünya Çempionluq basketbol musobaqasi Turkiyada davomlashmoqda. 28 avgust kuni Xitoy basketbol komandasi musobaqaga tushishdan burun Anqara poyezd stansiyasining oldidagi arena tantarbiya sarayining oldida namoyish o'tkazildi. Bu namoyishni Anqarada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati uyushtirgan. Namoyishga Xayrulla apandi boshchiligida 50 atrofida kishi qatnashdi. Xitoy basketbol komandasi tantarbiyachilar bilan Xitoylar arena tantarbiya zaliga kirishdan burun qo'lga lozinka va ko'k bayroqlarni ko'tarib olgan 50 atrofida namoyishchi shuar to'lab Xitoylarga bo'lgan noroziligini bildirishdi. Lozinkalarga tantarbiya qarindoshlikning simvoli. Xitoy nimaning simvoli? Xitoy Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtat. U yerning ismi Xinjiang emas, Sharq Turkiston. Xitoylar Sharq Turkistondan yo'qol degan shuarlar yozilgan. Yaqinda Urumchidan chet elga chiqqan ismini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'ur sestra o'zining Urumchida ma'lum doktorxonada ishlash jarayonida 5-iyul vaqasidan keyin turmalardan qo'yib berilib, o'xshash kasallik alomatlari bilan jiddiy qutqizishga doktorxonaga elib kelingan nurg'un Uyg'ur yoshlari bilan uchrashganligini ham ularni davolashga qatnashganligini, bu jarayonda bu yoshlarning hammasining natriy xlor kislotasi, ya'ni tuz bilan zaharlanganligi aniqlanganligini bildirdi. Bu sestraning bildirishicha, börak, yurak ham jigarga o'xshash ichki a'zolarning xizmat iqtidori qardan chiqqan. Muskul egilash, so'ngak shalanglashishga o'xshash kasallik alomatlari sababli butun badani og'ir darajada suvsizlashganlikdan mag'dursizlangan va bu bemorlarning ba'zilari qutqizish o'nim bermay o'lib ketgan. Asli bu bemorlar 5-iyul vaqasida qo'lga ilinib, saqchixonalarda majburiy holda ko'p miqdorda tuz suvi ishkizib, qiyin qistoqqa ilinganlar ekan. Bu ahvol umumyuzlik bo'lib, doktorxona mayli o'zi kelgan yoki oilasidagilar kelgan Uyg'ur yoshlarining hammasida degidek mushundaq alomatlar ko'rilgan. 5-iyul vaqasidan keyin Xitoy Uyg'ur eli haqidagi barliq uchurlarni kuchli qamal qilib, kelganligi uchun qiyin qistoqqa ilingan Uyg'urlar haqida aniq uchur to'plashga imkoniyat yo'q. Lekin chet ellarga qochib chiqqan ba'zi Uyg'urlar tarafidan nurg'un masalalar dunyoga barbara oshkorlanmoqda. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.